Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni ushbu videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan ad accountimizga qanaqa qilib karta ulash, ya'ni oplata kiritish и undan keyin Facebook'ni o'zini 15% qo'shimcha solig'i bor. O'sha solig'dan qutulish yo'llarini o'rganamiz. Qani unda ketdik. Tak. Все instrument knopkachasini bosamiz. Undan keyin biza настройки reklamный akkauntga kirishimiz kerak bo'ladi. Настройки reklamный akkauntga kirganimizdan keyin bu yerda okno ochiladi. Bu yerda reklamный akkauntimizga oid sozlamalar bor. Kimgadir adminli versiya bo'ladi. Reklamный akkauntimizga ulangan stranitsani ko'rsak bo'ladi. Настройки платежи. Platejda bu yerda o'sha karta ulab qo'ysak bo'ladi. Undan keyin limit qo'yib qo'ysak bo'ladi akkauntimizga. Undan keyin informatsiya kompaniya, o'sha kompaniyamiz haqida informatsiyalar berib borsak bo'ladi. To'ldirib qo'ysak bo'ladi. Bu Facebook'ga doveriyasi uchun bo'ladi bular. Tak, biza hozir karta ulashni o'rganamiz. Bu yerdan добавить способ оплатini bosamiz. Способы оплаты. Добавить способы оплатini bosganimizdan keyin dalay bu yerda o'sha karta egasini ismi yoziladi. Ism, karta raqami yoziladi. Bu yerga Visa, Mastercardmi, o'sha karta raqam, muddatlari tugash. Undan keyin CVV. Kartani orqasida bo'ladi. 3 xonali son bo'lishi kerak. Tak. Bu yerga agar kartani egasini ismi bo'lmasa, Visa yoki Mastercard o'sha qaysi kartaligini yozib, bu yerga o'sha kartani nomerini, muddatlarini, CVV'ni yozib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu muhim narsa emas. Bu yerga ism yozmasdan Visa kartani nomini yozsa ham ulanadi. Kartangiz saqlanishni bosib ulashingiz mumkin reklamный akkauntga. Undan keyin biza 15% indeks, ya'ni biza $100 yoqsak, qo'shimcha Facebook'ga $15 berishimizga to'g'ri keladi. Bu narsani yo'qotish iloji bor. Masalan, $1000 yoqqanda ancha bilinib qolar ekan. Mana masalan $1000 yoqdingiz, qo'shimcha $150 Facebook'ga berishingizga to'g'ri keladi. Buni yo'qotish uchun birinchida informatsiya o kompanии и налоговая informatsiyani bosamiz. Izminit. Bu yerga o'sha inini, biznesni inisini kiritib qo'yasizlar va mana bu ptichkani belgilab qo'yasizlar. Bu nimani bildiradi? Man O'zbekistonda yuridiskiy shaxsman degan ma'noni bildiradi. Buni belgilab qo'yishlaringiz kerak. Inini masalan anaqa tekshiruv bo'lmaydi bu yerda. Masalan, men bitta inini 4 ta 5 ta reklamный akkauntimga ulaganman. Hech balo nima aytmoqchi bo'lganim, bitta inini 2-3 4 ta akkauntingizga ham ulasangiz bo'ladi. Faqat mashinaga ulab qo'ysangiz bo'ldi. Inini bo'lishi kerak, bo'ldi. Ishlayotgan inini bo'lishi kerak. Saqlanishni bossangiz bo'ldi. Tak. Shu yerdan ulanadi. Ininidan o'sha 15% soliqdan shu yerdan xalos bo'lsa bo'ladi. Inini kiritib, undan keyin bu yerdan kartamizni ulab qo'ysa bo'ladi reklamный akkauntimizga. Keyin inini bu yerga ham bu yerdan ham kiritib qo'ysa bo'ladi-da. Mana Facebook'da juda ham настройкалар ko'p. Bitta joyga 3, 4, 5 xil yo'llar bilan kirib ketsa bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling.